Musulmon kishi o'zgalarni aldamaydi. Dinimizda o'zgani aldash yoki firibgarlik bilan shug'ullanish qattiq qoralangan. Bu razil ishlar o'z egasini bu dunyoda xor va oxiratda esa alamli azobga giriftor etadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda astaizu billah fanaj'al la'natallohi alal kazibin deydi. Bas yolg'onchilarga Allohning la'natini tilaymiz deydi. Yolg'on gapirishlik bilan hech kim aziz bo'lmaydi. Yolg'onni baribir tegi chiqadi. Oxir oqibat baribir o'sha yolg'on gapirgan odamni hurmati to'kiladi. Payg'ambarimiz alayhisalom hadis muboraklarida aytadilar: "Yakum wal kaziba fa innal kaziba yahdi ilal fujur va innal fujura yahdi ilan nar" dedilar. Yolg'onchilikdan ehtiyot bo'linglar, saqlaninglar. Chunki yolg'onchilik doim buzuqlikka yetaklaydi. Buzuqlik esa do'zaxga olib boradi dedilar. Banda yolg'onchilikda davom etaversa, Allohning huzurida u kazzob deb bitib qo'yiladi dedilar. Shuning uchun birodarlar, yolg'onlardan, kichkinagina yolg'onlardanmi boshqadan, bunda hammasidan biz uzoqda bo'lishimiz kerak. Hozir bu gaplarimizni eshitayotganlar ham bunday fikrlashayotgan bo'lsa kerak. Bugun yolg'onsiz hayotimiz bo'lmay qoldi. Yolg'on gapirmasak savdamiz yurishmayapti. Yolg'on gapirmasak ishlarimiz besh bo'lmayapti. Yolg'on gapirmasak kunimiz o'tmayapti. Shu darajada biz dindan, bu hozir payg'ambar alayhisalom aytayotgan hayotdan uzoqlashib boryapmiz.